Hallo, servus, assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Germaniyaga Fachkraft, ya'ni mutaxassis sifatida qanday kelish to'g'risida gaplashamiz. Ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda kuzatyapman, ko'pchilikda savol tug'ilyapti, qanday kelaman, kimga murojaat qilay, qaysi konsalting firmaga boray. To'xtang. Hammasini o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Hech qanday konsalting firmalarsiz, hech qanday to'lovlarsiz, hech qanday bosh og'riqlarsiz. To'g'ri, qiyinchiligi bor. Qiyin bo'ladi, ko'proq vaqt oladi, lekin hammasini o'zingiz qilasiz, ishonchli bo'ladi. Hech narsani birovga ishonib kutib o'tirishingiz shart emas. O'zingizga o'zingiz ishonsangiz bo'ldi. Qani bo'lmasa ketdik. Birinchi qadamga o'tadigan bo'lsak, birinchi qadamimiz bizda til sertifikati. Undan oldin esa diplom. Diplom bo'lsagina siz mutaxassis sifatida Germaniyada ishlashingiz mumkin. Bu diplomga kirish mumkin bakalavr diplomi yoki kollej mutaxassislik diplomi. Albatta, bakalavr diplomi bilan Germaniyaga kelish foizingiz bir necha baravar oshadi. Shuning uchun maslahatim, O'zbekistonda nechanchidir kursda o'qib yurgan bo'lsangiz, 2-chi, 3-chi, 4-chi kurslarda o'qib yurgan bo'lsangiz, shoshmang. Diplomni qo'lga oling. Chunki ish izlashga va boshqa narsalar uchun diplom juda ham muhim. Agar sizda umuman diplom yo'qmi, lekin Germaniyaga kelishni niyat qilyapsiz, unday holatda bo'ladigan bo'lsa, sizga tavsiya qilishimiz mumkin Ausbildung. Ausbildung nima degan? Xuddi bizdagi kollejga o'xshagan narsa, bu yerda ham o'sha beg'ufshuli deydi, ya'ni kasbga tayyorlaydigan bir joyga biriktirilasiz va o'zingizda bitta joyda ishlaysiz, ham o'qiysiz va mutaxassis bo'lib yetishasiz. O'rtacha 3 yil davom etadi. Unga ham eng kamida B1, B2 daraja bilan kelish kerak bo'ladi. Albatta, keyingi videolarimizda Ausbildung to'g'risida ham to'liq noldan tayyorlangan video qilamiz. Hozirgi videoda esa sizlarga shu mutaxassis sifatida noldan kelguncha qadam-qadam, detalma-detal har birini aytib o'tishga harakat qilaman. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang. Xo'p, diplomda tushunib oldik. Yo bakalavr, yo kollej diplomi bo'lishi lozim, albatta. Keyingi navbatda ikkinchi qadam nimadan iborat? Til. Ko'pchilik Germaniyaga kelmoqchi bo'lganlarda muammosi til bo'yicha, ya'ni tilni o'rganmasdan kelishni xohlashadi. Bu juda ham katta xato. Sizga ham yurt sifatida, bir do'st sifatida aytamanki, bu Germaniyaga tilni o'rganmasdan kelish juda ham qiyinchiliklarga olib keladi. Keyinchalik kelajakda bo'ladigan qiyinchiliklarda ko'piga sababchi bo'ladi. Shuning uchun shoshmang. Germaniya hech qayerga ketib qolmaydi. 6 oydir, 1 yildir, 1 yildan ozgina ko'proq ketar. Lekin tilni o'rganing. Eng kamida B1 yoki B2 C1 darajagacha. B2 C1 darajadagi sertifikatingiz bo'lsa, sizni ish topishingiz ham osonlashadi. Germaniyaga integratsiya qilishingiz ham osonlashadi. Hammasi osonlashib ketaveradi. Xo'p, til sertifikatini qaysilari o'tadi? Bir nechta kishi savol bergan ekan. Mahalliy sertifikatlar ham o'tadimi? Yo'q. Hech qanaqa o'quv sentrlarda yo boshqalarda olingan mahalliy sertifikatlar Germaniyada tan olinmaydi. Germaniyada faqat xalqaro sertifikatlar, TELK, Goethe va shunga o'xshash sertifikatlar tan olinadi. Eng yaxshisi shu mutaxassis sifatida B2 C1, Goethe yoki nufuzli, undan ham yana nufuzlilari bor. Ularni olib kelsangiz, undan ham yaxshi bo'ladi. Til sertifikati oldingiz, til sertifikatingiz bor. Til sertifikati olgandan keyingi qadam nimadan iborat bo'ladi? Sizda hozir til sertifikati bor va diplom bor. Undan keyingi qadam ish izlash bo'ladi. Ish izlash qanday izlaymiz degan ko'pchilikda savol tug'iladi. Kimlardir konsaltinglarga murojaat qilishadi, oqibatda necha ming dollarlab sarflashadi va aldanib qolishyapti.
Yo'q, o'zingiz bemalol topa olasiz. To'g'ri qiyin, birdan chiqmaydi. Ko'pchilik yarim yo'lda tashlab ketadi. O'zim ham rosa qiynalganman topishga. Lekin o'zingiz qila olasiz. Hech qanday yordamsiz men Germaniyadan ish topib o'zim kelganman. Hech kimning yordamisiz, hech qanaqa konsalting firmalarsiz va bunga o'xshagan mutaxassislar Germaniyada juda ham ko'plab. Nima qilish kerak va ish izlash uchun nimalar kerak bo'ladi? Ish izlash uchun birinchi navbatda kerak bo'ladigan narsalar sanab o'taman. Diplom, Lebenslauf, ya'ni tarjimai hol va ayrim holatlarda til sertifikati bilan Anschreiben, ya'ni ariza yoki motivatsion schreiben ham deb ataladi, motivatsion xat. Shular ish izlashga kerak bo'ladi. Birinchi ko'rib chiqadigan narsamiz bizda Lebenslauf. Lebenslauf qanday qilinadi, qayerdan qilinadi? Lebenslauf bu degani sizni tarjimai holingiz. Qayerdan qilish mumkin? Europass, ya'ni Europass degan sayt bor. Men o'zim o'shandan tayyorlaganman. O'sha Europassga kirasiz, ro'yxatdan o'tasiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng Lebenslauf qilishni boshlaysiz. Lebenslaufga nimalar yoziladi va necha qismdan iborat bo'ladi? Birinchi qismda siz o'zingiz haqingizda ma'lumot kiritasiz. Ismingiz, familiyangiz, telefon nomeringiz, manzilingiz va boshqa kabilar. Keyin undan keyingi qismda nimalar qilinadi? Siz qayerda o'qigansiz? Maktab davringizni to'g'ri yozmasligingiz mumkin. Undan keyingi davrda alohida litsey bo'lsa litsey, kollej bo'lsa kollej, keyin bakalavr, magistratura, ordinatura har birini alohida kirgizib chiqasiz. O'qishda kirgizib chiqqaningizdan keyin, masalan, shu yildan shu yilgacha litseyda o'qiganman, shu yildan shu yilgacha bakalavrda, shu yildan shu yilgacha magistraturada deb o'qiganman dedingizda, undan keyin siz malaka oshirgan bo'lishingiz mumkin qayerdadir. Va malaka oshirganingizni ham yozasiz. Shu vaqtdan shu vaqtgacha men shu yerdan malaka oshirganman. Keyingi qismda nimalar bo'ladi? Keyingi qismda sizning ish faoliyatingiz. Xo'p, birinchi qayerda ishlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan boshlab yozasiz. Siz agar shifokor bo'lsangiz, klinik ordinatura davrini bemalol yozsangiz bo'ladi. Klinik ordinaturani qayerlarda masalan praktika qilgansiz? Qayerlarda amaliyot o'tagansiz? Yoki siz magistratura yo qayerdadir o'qigan bo'lsangiz, qayerlarda amaliyot o'tagansiz? Yozgi amaliyotlar bo'ladi, o'shalarni ham yozib o'tish kerak. Bu sizga juda ham katta plus bo'ladi. Xo'p, har birini shu yilidan yiligacha yozishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, uni yozib bo'ldik. Qayerda ishlaganlaringiz to'g'risida ma'lumotni kiritdingiz. Undan keyingi qism sizni tilda qay darajada va qaysi tillarni bilishingiz haqida bo'ladi. Birinchi Muttersprache, ya'ni ona tilingizni yozasiz. Ona tilingizni yozgandan keyin ikkinchi navbatda nemis tilini yozasiz. Nemis tilini har biriga alohida qilib o'qish, eshitish, yozish har birini alohida qilib yozasiz. Masalan, o'qishim lezim B2 darajada, gapirishim sprechen B1 yo B2 darajada, hammasini yozasiz. Uni yozib bo'lganingizdan keyin yana qo'shimcha tilni bilishingiz mumkin. Bu sizga juda ham katta plus beradi. Qo'shimcha til rus tili bo'lishi mumkin yo ingliz tili bo'lishi mumkin. Ularni ham xuddi shu tartibda qaysi darajada o'qiysiz, qaysi darajada gapirasiz, qaysi darajada eshita olasiz, hammasini yozish kerak bo'ladi. Xo'p, til darajasini yozib bo'ldik. Endi nima bo'ladi desangiz, undan keyingi qismda sizni kompyuterda qaysi darajada bilishingiz va kompyuterdan nimalar bilishingiz yoziladi. E'tibor qarating, bu juda ham muhim. Nimaga desangiz, men o'sha ish izlash jarayonimda ko'p duch kelganmanki, siz shu programmalarda ishlay olasizmi deb ko'pchilik so'ragan suhbatda.
Siz yo'q desangiz ham balki ular olishi mumkin, lekin siz o'sha programmalarni bilsangiz, bu sizga juda ham katta plyus bo'ladi. Masalan, bizda oddiy klinikamizda, kichkina klinikada 3 xil, 4 xil programmadan foydalanamiz. Bitta programma o'sha bemorlarni kasallik tarixi yoziladigan programma, C-Times deydi. Ikkinchi programma esa Praxis Timer. Praxis Timerda bemorlarda nechida keladi, nechidan nechigacha o'sha termin olingan, o'shalar yoziladi. Va uchinchi programma esa Planday. Bu juda ham qulay. Masalan, O'zbekistonda hali bironta klinikada unaqa narsa yo'q deb o'ylayman. Siz hamma narsani o'shadan ko'rib olasiz. Ertaga qaysi klinikada ishlaysiz? Bizda 3 ta klinika bor. Ishxonamiz o'sha boshlig'imizga tegishli 3 ta klinika bor. Uchalasida almashib ishlaymiz. Masalan, men qaysidir klinikaga kerak bo'ladigan bo'lsam, ertasi kuni ular individual yondashgan holda meni o'sha klinikaga qo'yishadi va bu menga bir hafta oldin ko'rinadi. Bir hafta oldin men o'sha qayerda ishlashimni bilib turaman. Bu juda ham qulay. Keyin 4-chi programma esa o'sha rasxodlarni, klinikada ketayotgan rasxodlarni siz ro'yxatdan o'tkazib borasiz. Bu narsalarni bilishingiz sizga juda ham katta plyus beradi. Undan keyin siz qaysi ishga kelmoqchisiz? Elektrikmi, fermami, qanaqadir, yoki klinikami, yoki stomatologический praksismi, yoki qayerga kelmoqchi bo'lsangiz, hozir ChatGPTdan, internetdan ko'rib, bilib, keyin iloji bo'lsa o'sha suhbat paytida yoki ular o'sha ish izlayotgan vaqtingizda yozib qo'yadi ko'p joylarga, shu programmalarni bilish shart deb, tajriba amaliyoti bo'lishi kerak deb, o'sha klinikalar, o'sha programmalarni siz internetdan izlab, ular haqida o'rganib, YouTubedan, boshqa joylardan izlab, u haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, bu sizga juda ham katta plyus beradi. Bizda ko'pchilikda ish topa olmayotgani birinchi navbatda til bilan muammo, ya'ni sertifikat olishga juda ham erinishadi. Ikkinchi navbatda o'sha Vorstellungsgesprächda qanaqadir xatoliklarga yo'l qo'yishi mumkin. Unga ham hozir to'liq to'xtalib o'tamiz. Xo'p, yana muhim narsa, esimdan, yodimdan ko'tarilibdi, tarjimai holda rasm. Rasm bo'lishi kerak o'sha 3,5 ga 4,5 holatda, faqat bizda pasportga qarab tushiladi-yu, unaqa emas. Agar siz shifokor bo'lsangiz holatda yoki boshqa sohaga kelmoqchi bo'lsangiz, qanaqadir yorqinroq kiyimda, masalan, oq ko'ylakdadir yo boshqa ko'ylakda yonmanchalab kulib tushganingiz ma'qulroq. O'sha chunki sizni ko'rganda odam xuddi pasportga tushayotganday tushsangiz, birinchi taassuroti salbiy bo'lishi mumkin. Siz kulib, yonmacha turgan holatda kulib yo boshqa qilib tushgan bo'lsangiz, odamda pozitiv kayfiyat uyg'onadi va sizda ko'p holatlarda o'sha Vorstellungsgesprächga taklif qilishiga olib keladi. Endi Lebenslavni tugatib oldik. Endi qilinadigan yana bitta hujjatlardan biri motivatsion xat. Motivatsion xat nima degan? Motivatsion xatda siz o'zingizni haqingizdagi hamma ma'lumotlarni yozasiz. Siz undan ma'no nima uchun ish beruvchi sizdan uni so'raydi. Ish beruvchi u yerda xohlaydi sizdan o'zini savoliga javob topishdi. Ya'ni nimaga ish beruvchi aynan sizni tanlashi kerak. Bu narsani bilishni xohlaydi ish beruvchi. Shuning uchun motivatsion xatingizni so'rashi mumkin. Motivatsion xatda nima bo'ladi? Motivatsion xatda o'sha birinchi ochganingizda o'ng tomon tepaga o'zingiz haqingizda ma'lumotlar, ism, familiyangiz, nechinchi yilda tug'ilgansiz va telefon raqamingiz va manzilingizni kiritasiz. Undan keyin motivatsion xatni boshlaysiz. Boshlashdan oldin maqsadingiz nima? Masalan, qaysidir shtelga degani o'sha ish o'rniga men
hujjatlarimni jo'natyapman deb boshida bitta sarlavha yozib qo'yasiz. Undan keyin asosiy matnga o'tamiz. Asosiy matnda nimalar bo'ladi va necha qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismda siz kimga nima yozayotganingiz va qaysi ish o'rniga siz beverbal, ya'ni ariza topshirayotganingizni yoritib o'tishingiz kerak. Bu yerda juda ham muhim. O'sha ish beruvchi internet saytda kiritgan ism familiya bor. Ansprechpartner deydi. Ya'ni o'sha klinikani shu kabi nima deydi? Shu kabi ishlar bilan shug'ullanadigan bitta odam bo'ladi. Bu bo'lishi mumkin ish beruvchi, bu bo'lishi mumkin menejer yoki boshqa odam bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'sha odamni ism familiyasini kiritishingiz juda ham muhim. Bu sizga nima beradi? Bu sizga shuni beradiki, bu ish beruvchi o'ylaydi, aynan bizni klinikamizni internetdan topibdi va faqatgina bizga beverbal qilib hujjatlarini jo'natibdi. Bizga e'tibor qaratibdi degan xayolga keladi. Sehr geehrte Frau yoki sehr geehrte Herr deb boshlaysiz, janob yoki xonim deb. Undan keyin shu klinikaning nomini yozishingiz juda ham muhim. Bu shu klinikaga men beverbal qilyapman, mana shu ish o'rniga deb boshida ma'lumot berib o'tib ketasiz. Ma'lumotdan keyingi qismda nimalar bo'ladi? O'zingiz haqingizda endi o'zingiz haqiqizdagi va tarjimai holingizdan qisqacha yozib o'tasiz. Bu siz nechanchi yil qaysi universitetni tugatgansiz, undan keyin qayerda ishlagansiz, undan keyin masalan shifokor bo'lsangiz, MFA yoki CFA qilmoqchi bo'lsangiz, siz ordinatura davomida qaysi sikllarga borgansiz, undan keyin siz ishlaganingiz davomida qayerlarda nima ish qilgansiz. Bo'lishingiz mumkin, xirurg qayerdadir yo qaysidir operatsiyalar qilgan bo'lishingiz mumkin. O'shalar haqida yozasiz. Undan keyingi qismda siz klinikaga nima foyda olib kela olasiz? Sizda qanaqa xislatlar bor? Siz yozishingiz mumkin u yerga. Men jamoa bilan yaxshi kelishaman, albatta nemis tilida. Jamoa bilan yaxshi kelishaman yo o'sha qaysidir sohalarda yaxshi bilaman. Shu sababli masalan meni olsangiz klinikaga shunday foydam tegadi deb aniq maqsadlarda ko'rsatib o'tishingiz kerak. Bu juda ham muhim. Agar sizni motivatsion xatingizda shunday to'g'ri yozgan bo'lsangiz, Vorstellungsgesprächga ish beruvchini taklif qilish foizi bir necha barobar yuqori bo'ladi. Keyin yana bu joyda yana bitta muhim joyi bor. O'sha ish beruvchi internet saytida o'zi yozib o'tadi. O'sha ishga kirayotgan odam qaysi xislatlarga ega bo'lishini yozib o'tadi. Siz albatta o'sha motivatsion xatingizda shu joylarni keltirib o'tishingiz juda ham muhim. O'shalarni agar keltirib o'tsangiz, yuqori foizda siz ish topishga qiynalmaysiz. Bu tajribani orttirguncha men juda ham ko'p beverbal qilganman. Adashmasam 1700 atrofida ish joyiga xat jo'natganman. Bunaqasi bo'lmagan bo'lsa kerak, 1700-2000 atrofida plus minus va shu joylardan kamida albatta bir 40-50% javob olganman. Javobida nimalardir menga to'g'ri kelmagan yo unga to'g'ri kelmagan nechtadir suhbat o'tkazganman va oxirida shunday bo'ldiki, men o'zim klinikani tanladim. 2-3 joy bor edi, 3 joy bor edi. 3 joydan bittasini o'zim tanlab o'sha joyga keldim. Chunki bu joyda oyligi yaxshi edi va agar siz hammasini to'g'ri qilsangiz, chekinmasangiz, o'sha bo'ladigan rad javoblarga e'tibor qaratmasdan davom etaversangiz, albatta
albatta siz o'zingizga mos ish topasiz. Motivatsion xatda shularni nimalar yozish kerakligini tushunib oldik. Endi bizda motivatsion xat bor, Lebenslauf bor, diplomimiz bor va til sertifikatimiz bor. Biz bemalol ish izlasak bo'ladi. Ish izlash uchun saytlar qaysilardan iborat? Asosan men o'zim 3 ta saytdan izlayman. Birinchisi Bundesagentur für Arbeit. Bu juda ham muhim, Germaniyada rasmiy ro'yxatdan o'tgan sayt. Ikkinchisi Stepstone, uchinchisi Indeed. Mana shu 3 ta saytdan ish izlar ekansiz, siz yuqori foizda tezlikda ish topasiz. Boshida men ham faqat Bundesagentur für Arbeitdan ish izlagandim. Keyinchalik tajribam ortib Indeed va Stepstone'ni o'rgandim va bulardan ish izlaganimdan so'ng tezlikda ish topilgan. Shu uchala klinika 3 ta saytga ish arizalarini yuborib boshlaganimdan so'ng menimcha 2 haftani ichida ish topganman. Xo'p, endi ish topish bo'yicha kanalimda alohida video bor. Qaysi saytlardan qanday ish topish kerak bo'yicha alohida video bor. Albatta ko'rib chiqing. O'zim qanday ish izlagan bo'lsam, o'shanda izlaganman. Lekin men hozir aytmoqchi bo'lganim shu email yozishga e'tibor bermoqchiman. Qaysi biriga bo'lishidan qat'iy nazar siz email yozishingiz kerak yoki kichkina tekst yozishingiz kerak bo'ladi. O'zingiz haqingizda ma'lumotlarni bildirish maqsadida. Xo'p, email qanday yoziladi? Emailda nimalarga e'tibor berish lozim? Emailda e'tibor beradigan jihatingiz, masalan, siz bitta ishni topdingiz va shunga buyurtma qilmoqchisiz. U yerdagi aniqlaydigan ikkita joyingiz bor. Birinchisi o'sha ish beruvchining ism familiyasi, ikkinchisi klinikaning nomi. Ikkalasini aniqlaganingizdan so'ng u yerga email yozasiz. Email adresni kopirovat qilib olasiz va Gmail programmaga o'tasiz. Gmail yoki mail.ru yoki bironta o'zingizni yoqtirgan qanaqadir emailingizga o'tishingiz mumkin. U yerga o'tdingiz va email adresini kiritdingiz. Ikkinchi qismda nima yoziladi? Ikkinchi qismda siz sarlavha yozishingiz kerak. Sarlavhasi sizni emailingiz spamga tushadi va ish beruvchiga ko'rinmaslik foizi juda ham yuqori. Sizga javob kelmayotganidan xafamisiz? Siz bir emailingizga e'tibor berib qo'ying. Siz sarlavha yozdingizmi? Ya'ni Bitrif degan joy bo'ladi. Sarlavha degani o'sha joy juda ham muhim. Agar siz uni yozmasangiz, bu sizni emailingiz spamga tushdi va ish beruvchiga ko'rinmadi degan. U joyga yozasiz, masalan, Beverbo qaysidir joyga, ish joyiga, masalan, elektrik yoki arxeolog yoki qanaqadir shifokorlik yoki stomatologlik yoki qanaqadir assistenta yoki o'qituvchi qaysidir joyga Beverbo qilyapman deb. Keyin ikkinchi navbatda sarlavhani yozib oldingiz, undan keyingi qismda emailga o'tasiz. Emailda to'g'ri yozish juda ham muhim. Birinchi navbatda sehr geehrter Herr yoki sehr geehrte Frau deysizda virgul qo'yib, yangi abzasdan kichkina harf bilan boshlaysiz. Men shu ism familiyam shu yilda tug'ilganman deysizda va qaysi masalan ishdayligi, ya'ni qaysi ish o'rniga beverb qilayotganingizni yozib o'tasiz. Keyin o'zingiz haqingizda qisqa lo'nda va kerakli ma'lumotlarni berishingiz lozim. Men shunaqa universitetni tugatganman, undan so'ng shu sohalarda ishlaganman va qanday topdingiz? O'sha ish o'rnini qayerdan topdingiz? Masalan, internet saytdan shu sizni
ishingizni ko'rib qoldim, ish o'rnini ko'rib qoldim va shunga bevarban qilyapman degan ma'nodagi gapni yozasiz. Nemis tilida albatta. Undan keyingi qismda siz nimalar bera olasiz klientga? Men o'sha jamoa bilan yaxshi ishlayman, men kirishimliman, men masalan shu narsalarni bilaman va klinikani shu sohasini rivojlantirishim mumkin. Yo qanaqadir xirurgik jihatdan yaxshi ma'lumotga egaman yoki qanaqadir deb yozasizda va oxirida buni qayerdan bilasiz? Bu yozadigan narsalaringizda albatta ish beruvchi o'sha e'lonida ishga kirmoqchi bo'lgan odam qaysi sifatlarga ega bo'lishi kerakligini yozib o'tadi. O'sha joyga o'xshatib, siz ham men shu narsalarga egaman va klinikaga shu narsani bera olaman degan ma'nodagi emailni yozasiz va oxirida o'zingizni vunsh, ya'ni o'zingizni xohlashingizni chiroyli tarzda keltirib o'tishingiz kerak. Men sizning jamoangizda a'zosi bo'lishdan juda ham xursand bo'lar edim. Yoki sizni jamoangiz a'zosi bo'lish menga juda ham katta baxt yoki shunga o'xshash gapni yozasiz va oxirida oldindan rahmat va salomlar bo'lsin deb ism familiyangizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari tagiga esa Zeugnis, ya'ni diplomingiz va undan keyin Lebenslauf. Asosan ish izlaydigan joylaringizga shu ikkalasi o'zi yetadi. Lekin bir xil joylar bor, alohida yozib qo'ygan bo'ladi. Zeugnis, til sertifikati, motivatsion xat, yana qanaqadir tsapni ham so'rab qoladigan joylar bor. Siz individual yondashishingiz kerak. Har biriga individual yondashib, siz o'sha aytgan narsalarni emailingizga ilova qilishingiz lozim. Emailni bugun jo'natdingiz, bugun jo'natganingizdan keyin kutib o'tiribsiz, siz ertaga o'shana javob kelishini yo'q, shoshmang. Siz shanba-yakshanbaga to'g'ri kelgan bo'lishingiz mumkin. Bu yerda shanba-yakshanba kuni nemislar hamma narsani unutishadi va uyda oila bilan dam olishadi. Bizning qadriyatlarimiz nemislarning qadriyatlariga umuman to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun siz kutishingiz lozim. Kutib o'tirmaysiz, albatta boshqalarga jo'natasiz. Lekin javob kelmayapti deb ikkilanib, siqilib, o'ylab o'tirishingizga arzimaydi. Siz davom etishingiz kerak. Menga bu yoqqa ishga kelganimdan keyin, anchadan keyin o'sha xatlar kelgan. Sizni Vorstellungsgesprächga taklif etamiz shu sanada degan xatlar ko'p kelgan undan keyin ham. Lekin u vaqtda men o'sha ishlayotgan edim. Keyin email yozishni tushunib oldik va ish topishni tushunib oldik. Qayerdan ish topishlarini tushunib oldik. Endigi qism nimadan iborat bo'ladi? Endigi qism Vorstellungsgespräch. Vorstellungsgespräch nima degani? Bu ishga kirish uchun qilinadigan suhbat. Suhbatda qachon qilinadi? Suhbat Germaniyada hech qaysi klinika yoki hech qaysi ish joyi suhbatsiz olmaydi. Suhbat albatta shart. Uni bo'lishi mumkin onlayn yoki ko'pchiligi kelishni taklif qiladi sizga. Shuning uchun emailda ular yozib o'tadi. Shu kuni, shu vaqtda qaysi anov orqali, qaysi internet platforma orqali sizlarning suhbatingiz bo'lib o'tishini yozib o'tadi. Yoki WhatsApp yoki qanaqadir bo'lishi mumkin, Microsoft qanaqadir programmasi yoki Viber yoki Liboy programma bo'lishi mumkin, u aytib o'tadi. Siz o'shanga oldindan tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Qaysi programmani aytsa, o'shanga kirib, siz ro'yxatdan o'tib tayyor qilib qo'yasiz. Masalan, sizga aytdi dushanba kuni soat 12:00 deb aytdi sizga. 12:00 deb aytdi. Siz u vaqt oralig'idagi farqni bilib olishingiz lozim. Hozirgi davrda Germaniyada o'sha qish yaqinlashyapti va qishki vaqtga o'tgan 4 soat O'zbekiston bilan farq qiladi. 12:00 bitta dedimi? Siz demak
U ertalabki 8:00 da O'zbekistonda ertalabki soat sizga 12:00 dedimi? Demak 4 soat qo'shasiz. O'zbekistonda soat 16:00 bo'ladi. Siz o'sha 16:00 da kirib, undan bir 5-10 daqiqa oldin kirib, onlayn bo'lib turgan bo'lishingiz kerak. Masalan, WhatsAppda bo'lsa, onlayn bo'lib turgan bo'lishingiz kerak. Nemislarning ko'pchiligi punktuallikni yaxshi ko'radi va 5-10 daqiqa oldin kirib turadi. Kirib turadi, Vorstellungsgespräch boshlanadi. Vorstellungsgesprächda nimalar bo'ladi? Birinchi qismda albatta salomlashasiz, xayrli kun yoki nimadir deb. Keyin ish beruvchi boshlaydi, o'zi haqida ma'lumot beradi. Qaysidir, masalan, Stuttgartda qaysidir joydaman va Berlinda qaysidir joyda ishxonamiz deb va ishxonasi haqida ma'lumot beradi. Shu klinikamiz, shu yo'nalishga moslashgan, masalan, xirurgik yo'nalishga moslashgan, yo bizda stomatologik klinikamiz, yo qanaqadir sohaga moslashgan, yo fizioterapiyaga moslashganmiz, yo masalan bizda firmamiz bor, elektriklik firmasi deb o'zi haqida ma'lumot beradi. Keyingi qismda esa siz o'zingiz haqingizda ma'lumot berishingiz kerak. O'zingizni tanishtirasiz. Men shu masalan 2014-yil shu universitetni tugatganman. Undan keyin men shu yili shu universitetni tugatganman, undan keyin shu yerga ishga kirganman va shuncha yil davomida ishlaganman va hozirda qayerda ishlayapsiz, o'sha narsani albatta siz aytib o'tasiz va nima ishlar qila olishingizni qisqacha aytib o'tishingiz lozim bo'ladi. Qisqacha aytib o'tdingiz, bu qism ham tugadi. Birinchi qismda ish beruvchi tanishtiruvdi, keyingi qismda siz tanishtirdingiz va uchinchi qismda savol-javob bo'ladi. Ish beruvchi savol beradi. Bu savol berayotgan qismda siz juda ham muhim motivatsion xatingizda yaxshilab o'rganib olishingiz lozim. O'sha motivatsion xatingizga qarab savol beradi. Masalan, qaysi operatsiyalarni qila olasan yoki qanaqadir injenerlik anavlarini, qaysi nimalarni bilasan yoki qaysi programmalarni bilasan degan savollarni beradi. Xo'p, siz har bir qaysi sohada bo'lsangiz, siz alohida tayyorlanasiz. Masalan, shifokor bo'lib ketmoqchi bo'lsangiz, sizga savollar bo'lishi mumkin. Shu ishlagan joyingda nimalar qilgansan, keyin yana nimalar qila olasan, keyin eng katta savol bo'ladi, ularni bu juda ham qiziqtiradigan savol. Nimaga Germaniyaga sen katta, masalan, mutaxassis bo'lib turib, oddiy assistent lavozimiga kelmoqchisan degan savol bo'ladi. Chunki nemislarning ko'pchiligi bu haqida ma'lumotga ega emas. Ular o'ylaydi, masalan, siz shifokor bo'lsangiz, o'sha faxarsiz, ya'ni katta shifokorsiz. Katta shifokor bo'lib turib, nega oddiy assistent lavozimiga kelmoqchisan degan savolni beradi. Siz aytasiz, Germaniyada ishlash niyatim bor edi. Shuning uchun men to'g'ridan-to'g'ri mutaxassis bo'lib bora olmayman. Shuning uchun men birinchi navbatda assistent sifatida ishlashim kerak degan javobni berasiz. Shu javobni berganingizdan so'ng yana qo'shimcha savollar bo'lsa beradi. Bo'lmasa siz o'zingizga kerakli 4-qismda o'zingizga kerakli savollarni so'rashni boshlaysiz. Masalan, eng muhim jihat, meni oyligim qancha bo'ladi? Haftasiga necha soat ishlayman? Shu kabi savollarni oldindan siz so'rab, hammasini so'rab olishingiz lozim. O'ylamang, nemislar ko'p savol berar ekan boshqa degan xayolga borishmaydi. Siz qancha ko'p savol berishingiz to'g'ri, chegaradan o'tkazib yuborish ham kerak emas, lekin 2-3 ta savol hech narsa qilmaydi. Siz to'g'ri, bu aqlli ekan, o'ziga so'rab olyapti degan xayolga borishadi. Hech qanday uyalish yo boshqasi, siz o'sha savollarni berishingiz kerak. Savol-javob qismi tugadi. Undan keyingi qismda
o'sha ish beruvchingiz sen qanday hujjatlarni xohlaysan degan mazmundagi gapni aytadi. Sizga ish beruvchidan nima hujjatlar kerak? Ikkita muhim hujjat bor. Birinchisi fair track, shartnoma. Ikkinchisi o'sha yana bitta hujjat. O'sha fair trackda yozilmagan narsalar bor. Siz ish beruvchini manzilidan tortib 5 haftadan Fairhelpness degan hujjat. Sizda necha soat ishlashingiz, necha oylik, qancha oylik olasiz, ish beruvchini kim bilan bog'lanishi mumkin, hamma ma'lumotlar yozilgan bo'ladi. Bu elchixona uchun muhim. Xo'p, uchinchi hujjat, agar ish beruvchi judayam tezlikda ishchiga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, unda Vorabzustimmung degan narsa bor. Vorabzustimmung degani bu vizani tezlashtiradigan, terminga ham tezlashtiradigan narsa. Vorabzustimmungda ish beruvchi tomonidan qilinishi mumkin, to'lov qilinib, ya'ni 400 qanchadir yevro to'lov bor. Men o'zim qilmaganman. 411 yevromi, 408 yevromi shuncha to'lov bor. Uni qilishi mumkin ish beruvchingiz yoki o'zingiz to'lov qilib, o'zingiz qilishingiz mumkin. Bu haqida agar ma'lumotga ega insonni topsam, albatta yaxshilab kanalga joylayman video qilib. Keyin shu hujjatlar sizga kerak bo'ladi va qachon hujjatlarni jo'natishligini o'zlari aytishadi. Masalan, shu kuni men shu hujjatni jo'nataman deb. Keyin yana savol-javobda bo'lishi mumkin bo'lgan qismi bor. Ya'ni sen qachon kela olasan degan ma'nodagi gap bo'ladi. Sen qachon kela olasan deb so'ragan vaqtda siz agar 4-5 oy deydigan bo'lsangiz, bu ish beruvchi tomonidan siz unda bir o'ylab ko'ray degan javob olishingizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shuning uchun o'rtacha 4-8-10 hafta orasida xudo xolasa viza chiqadi. Men ish borib boshlayman degan javobni berishingiz kerak. Siz shartnomani qo'lingizga oldingiz. Shartnomani originali bo'lishi shart emas. Ko'pchilikni ko'ramiz, ijtimoiy tarmoqlarda o'sha kim dokumentlarim, hujjatlarimni olib keta oladi, shartnoma kelishi kerak edi, kutyapman, undan keyin topshiraman va nechadir kunlarni yo'qotishi mumkin. Shartnomani PDF dan jo'natilgan varianti, internetdan emailingizga jo'natilgan varianti yetarli. Va Erkläring zum Beschäftigung Verhältnisni ham internetdan, ya'ni emaildan jo'natilgan variantli sizga yetarli bo'ladi. U Erkläring zum Beschäftigung Verhältnis bilan Vertrag albatta ikkalasi ham qo'l qo'yilgan va pechat bosilgan holatda bo'lishi lozim. Ikkalasi ham. Ikkita hujjat sizga emaildan kelib tushdi. Endi siz uni tekshirishingiz lozim bo'ladi. Tekshirish qanday tekshiriladi? Hamma Vertragda o'zar qismlarga bo'lib, bo'limlar bilan yozilgan joyi bo'ladi. O'sha qism bo'limlarini har birini tekshirib ko'rishingiz lozim. Nima yozilgan? Bu Vertrag sizni ertaga Germaniyadagi kelajagingizni hal qiladi. Sizni huquqlaringizni himoya qiladi yoki bo'lmasa ish beruvchi tomonga ishlaydi-da, siz huquqingizni kamaytiradi. Xo'p, birinchi navbatda nimaga e'tibor berishingiz kerak? Birinchi e'tibor beradigan qismingiz oylikka. Keyin Vertrag bilan shartnomadagi oyligingiz bir xilmi? Unga e'tibor bering. Uzr, men bor. Vertrag bilan Erkläring zum Beschäftigung Verhältnisdagi oyligingiz ikkalasi bir xilmi? Shunga e'tibor bering. Keyin qancha oylik ko'rsatilgan Bog'ottoda? Ya'ni Bog'otto degani soliqlar bilan hamma narsa bilan birgalikdagi oyligingizni hujjatda belgilangan qismi. Men endi tibbiyot sohasida bo'lganim uchun MFA yoki CFA bo'lib kelishda bu yoqda eng kam o'rtacha deylik, o'rtacha oylik ish haqqi 2,5 mingdan 3,5 ming orasida. Hammada har xil. Lekin hozirgi oxirgi paytlar elchixona eshitishim bo'yicha 2800 dan kamiga shartnoma bermayapti. Shuning uchun eng birinchi bo'lib e'tibor beradigan joyingiz shu.
2800 euro bo'lsa, eng kamida oyligingiz bu sizga bemalol bir oyga o'zingizga ham orttirasiz. Ya'ni nettoda qoladigani sizga o'zingizga ham ortadi va uyingizga ham ozroq jo'natsangiz bo'ladi degan. Undan keyin haftasiga necha soat ishlaysiz? Uni ham ko'rib oling. Haftasiga necha soat ishlaysiz? Germaniyada o'sha eng ko'pi bilan insonlar adashmasam 50 soatmi shunday ishlashi mumkin. Eng ko'pi bilan. Lekin siz e'tibor bering, 40 soatdan ko'p bo'lmagani ma'qulroq. Masalan, 3000 euro oylikka 40 soatdan ko'p bo'lmagani ma'qulroq. Chunki 40 soat degani siz kuniga 8 soat ishlaysiz degan. 8 soat ishda siz qilsangiz ozgina pauza qilasiz. Ko'pchilik Germaniyaning ko'pchilik ishxonalarida unaqa obedga ko'p vaqt ajratilmagan, faqat pauza. Endi shartnomada yozishi mumkin, nechadir soat deb yozishi mumkin, lekin unda sizni ish vaqtingiz ham cho'zilib ketadi-da. Shuning uchun o'shanga e'tibor berishingiz lozim, necha soat ishlaysiz. 40 soat bo'lsa, normalniy 3000, 3200, 3300, 3,5 oylikka 40 soat normalniy. Keyin har bir soatda siz qancha topishingizga e'tibor bering. Bu yoqda yozilgan bo'ladi. Har bir soatda 18 euro, yo 17 euro, yo 19 euro, yo 16 euro deb yozilgan bo'ladi. Bu ham juda ham muhim. Chunki siz haftada baribir xohlaysizmi yo'qmi 1-2 soat yana qolib ketishingiz mumkin. U 1-2 soat qolib ketganingiz shunchadan hisoblanadi. Keyin yana bitta e'tibor beradigan joyi Überstunde degani bor. Überstunde degani masalan kuniga sizga 8 soat belgilangan. 8 soatdan o'tib ketsa, sizda Überstunde bo'ladi, ya'ni ish vaqtidan ko'ra ko'proq ishladingiz. Shu narsa bormi yo'qmi bilib oling oldindan. Agar unaqa bo'lsa, sizga pul to'lanadimi yo'qmi? O'sha narsa hammasi yozilgan bo'ladi shartnomada. O'sha joylarga yaxshilab e'tibor berish kerak. Yana bitta e'tibor beradigan joyi, siz yiliga necha soat dam olasiz, ya'ni necha kun pul to'lanadigan dam olasiz. Masalan, bu endi biz xalq tilida отпуска deydi, ya'ni ta'til, mehnat ta'tili, pul to'lanadigan mehnat ta'tili. E'tibor bering, iloji bo'lsa 25 kundan kam bo'lmasin. Bu 25 kun degani bu ish kunlari, 25 kun degani 5 hafta degani. Ya'ni 5 kundan bo'lsa, haftada ish kuningiz, undan tashqari shanba, yakshanba qo'shilmaydi bunga. 25 kun. Ya'ni 5 hafta, shunda siz общий 5 hafta 35 kun dam olasiz shanba, yakshanbalarga. Buni siz bo'lib olishingiz mumkin. Va hokazo. Xo'p, shartnomada asosiy e'tibor beradigan joylari shu. Keyin yana bilib olishingiz kerak, qancha davom etadi sizni probosaytingiz. Probosayt degani o'sha ishga kirganingizdan boshlab haqqoniy ravishda ishga olinishingizgacha bo'lgan vaqt. Bu bizda ham masalan olishadi-ku, 2 oy, 3 oydan keyin sizni haqqoniy ravishda ishga olishadi, 2-3 oy sinab ko'rishadi. Bu yerda Germaniyada endi shifokorlik tizimida o'rtacha 6 oy. Lekin o'sha 2 haftani boshlang'ich 2 haftani ichida sizni hech narsa demasdan bo'shatib yuborishi mumkin. O'sha joylarga yaxshilab e'tibor berib qo'ying. Xo'p, shartnoma bilan bo'ldi. Shartnoma endi keyingisi shartnomada yana bitta aytadigan joyimiz, sizga qo'l qo'yib pechet bosib jo'natdi ish beruvchingiz, siz ham qo'l qo'yasizda va uni iloji bo'lsa rangli qog'ozga chiqarib oling, rangli qilib chiqarib oling. O'shanga pastiga qo'l qo'yasiz va o'shani o'zi elchixonaga yetarli bo'ladi. Keyin Erklägung zum Beschäftigung Verhältnis. Erklägung zum Beschäftigung Verhältnis degani bu sizni ichida sizni hamma ish beruvchini to'liq ma'lumotlari, sizni to'liq ma'lumotlaringiz, ishni qachondan boshlaysiz, keyin nimalar bo'ladi, hammasi yozilgan bo'ladi. Yana bitta muhim e'tibor beradigan joyi bor. Shartnomada ham Erklägung zum Beschäftigung Verhältnisda ham qachondan ish boshlash. Qachondan ish boshlash o'rtacha menda bo'lgan
ya'ni 1 aprel deb belgilangan ish boshlash sanasi. Men sal kechroq kelganman. Shunda iltimos qilgandim ish beruvchidan men. Iltimos o'sha 1-aprelda yoniga biroz kechiksa ham hech narsa qilmaydi deb yozib bering yoki biroz kechikkan taqdirda ham ishga qabul qiladi deb yozib bering iltimos. Agar 1-apreldan o'tib ketsa, men Germaniyaga kirishim muammo bo'ladi, viza olishim muammo bo'ladi deb aytgan edim. Keyin ish beruvchim iltimosimga mayli deb menga shartnoma jo'natganki, o'sha 1-apreldan o'tib ketsa ham hech narsa qilmaydi degan ma'nodagi anonni jo'natgan. Va men elchixonada ham so'rashgan, albatta elchixonada ham savol-javob bo'ladi va kelganimda ham, Germaniyaga kelganimda ham o'sha pasport kontrolda shu narsa so'ralgan va men o'sha joyda kiritilganligini va kechroq ish boshlasam ham hech narsa qilmasligini keltirib o'tganman va hech qanday muammo bo'lmagan. Ko'pchilikning muammosi shundaki, u yoqdan siz 1-aprelda ish boshlayman dedingiz, masalanda 1-aprelda 1-marta ish boshlayman dedingiz yo dekabrda. Ish beruvchingiz o'sha kunni sanani kutyapti. Siz ish beruvchingizga aloqaga chiqmay qo'ydingiz va 1-mart kelganda siz Germaniyaga kelyapsiz. Ish beruvchi bundan xabari yo'q. Siz o'ylaysizki u kutyapti deb, lekin siz iloji bo'lsa har hafta ish beruvchingizga ma'lumot berib turing. Har hafta yoki 2 haftada bir. Men elchixonaga bordim. Yo hali ham kutyapman, iltimos ozgina sabr qiling, yo ozgina iloji bo'lsa kuting degan ma'nodagi gaplarni 2 haftada, 3 haftada bir yozib turishingiz kerak. Va keyin bu yoqqa borganingizda, bu yoqqa Germaniyaga kelganingizda ishingiz bekor bo'lmagan bo'ladi va bemalol pasport kontrolidan ham o'tib olasiz va Germaniyaga ham kelib olasiz. Endi ikkita hujjatni oldingiz ish beruvchingiz tomonidan va sizda hujjatlaringiz to'liq bo'ldi va bitta narsa yetishmayapti, CAP. CAP nima degani? Zeugnisbewertung. Zeugnisbewertung degani bu o'sha sizni diplomingizni Germaniyada tan oldirish muqobilini aniqlash va sizni qaysi sohada ishlay olishingizni ko'rsatib beradigan hujjat. Bu bitta tashkilot. Xo'p, hozir mana shu videoda shu joyiga CAPga qanday hujjatlarni yuboradi, hammasini keltirilgan bitta videorolikni yuklayman shu joyiga. Qo'shib siz to'liq ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ham muhim bo'lgan narsa haqida gaplashamiz. Bu CAP. CAP nima degani? CAP bu Zeugnisbewertung. Ya'ni o'sha Germaniyadan tashqarida bo'lgan mutaxassislarning Germaniyada o'zining diplomini tan oldirishi, muqobilini aniqlashi va shunga o'xshash narsalar bilan shug'ullanadigan bir tashkilot. Xo'p, qachon buni qilishimiz kerak? Agar siz mutaxassis sifatida Germaniyada ishlashni xohlasangiz, bu narsani qilishingiz shart. Birinchi navbatda elchixona so'raydi, ikkinchi navbatda Germaniyaga kelganingizdan so'ng har xil imtihonlar kerak bo'ladigan bo'lsa va ishga kirayotganingizda ham bu hujjat sizga kerak bo'ladi. Xo'p, buni qanday qilamiz? Mana bu sayti, shunday Google'ga Zeugnisbewertung deb yozasiz. Shu sayt kelib chiqadi. Va unga kirganingizda shu sahifa ochiladi. Xo'p, endi bu qancha turadi? O'rtacha endi men topshirgan vaqtimda 200 euro atrofida edi. Hozir oxirgi informatsiyalarga qaraydigan bo'lsak, 208 eurolar atrofida va undan ham sal qimmatroq bo'lgan deyishyapti. 208 euroyingiz o'rtacha 2.900.000, pashti 3 millionga yaqin pul bo'ladi. Shu narxda turadi. U plastik orqali to'lanadi. Sizda Visa yo Mastercard bo'lishi lozim va juda ko'p ko'ryapman, qanday to'layman deganlarni hozir bir ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda qiladigan ishimiz
mana shu sahifani ochib olishimiz kerak va biz antrakt, ya'ni ariza topshirishimiz kerak. Hop, antrakt stellen va avtomatически bizda Bund ID degan sahifa ochiladi. Biz birinchi navbatda Bund IDga registratsiya qilishimiz kerak bo'ladi. Bunda bitta konto ochishimiz kerak va u konto bilan birgalikda har doim shu sahifamizga kirib chiqamiz. Uni parolini boshqasini unutmasligimiz kerak. Hop, konto ochmoqchiman. Bosasiz va sizga kerak bo'lgan ochiladi shu sahifa. Password, undan tashqari yana boshqa joylar ham bor. Ularning menimcha bizga kerak emas, faqat shu bizga kerak bo'ladigan password. Ayni konto eshitishini. Hop, ishtimni qilasiz, men bunga roziman. Davom etamiz. Hop, o'zingiz ma'lumotlarni kiritishingiz kerak. Jinsingiz, qaysi darajadagi shifokorsiz, doktor yoki qanaqadir unvoningiz bormi, ismingiz, familiyangiz va yana tug'ilgandagi ismingiz o'zgartirgan bo'lishingiz mumkin, tug'ilgan kuningiz va tug'ilgan joyingiz. Xo'p, tug'ilgan joyingiz, keyin adresingizni kiritib o'tasiz. Hop, qaysi ko'chani nomeri. Nimaga o'sha detallarga to'xtalib o'tyapman? Chunki o'sha birinchi endi o'zini diplomini jo'natmoqchi bo'lgan insonlar ko'pchiligi hali nemischani unchalik zo'r bilmasligi mumkin. Shuning uchun detallarga ham to'xtalib o'tib ketyapman. Hop, pochta nomeringiz qayerda, u qaysi shahar va davlatni tanlaysiz va shundan so'ng davom etasiz. Hop, hamma ma'lumotlarni to'ldirib bo'lganingizdan so'ng Writer'da bosasiz va sizda quyidagi sahifa ochiladi. Va bu yerda ham yana tanlashingiz kerak bo'ladi. Bu yoqqa telefon o'zingiz kontaktlaringizni kiritasiz. Birinchi navbatda telefon nomeringiz, masalan, Germaniyaniki yoki keyin email adresingizni kiritasiz. Hop, kod kelgandan so'ng o'sha kodni kiritasiz. Hop, endi nima qilamiz? Kodni kiritgandan so'ng endi sizga yozishingiz kerak bo'ladi. Birinchi marta loginingiz, benutsinamingiz, undan keyin noise passport, yangi kodingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Yangi parolingizni. Parolni qaytarlaysiz va Sicherheitsfrage qanaqadir so'z topishingiz kerak o'sha parolni esingizga tushishi uchun. Unga yarasha javobini topishingiz kerak. O'sha savol-javob orqali qayta tiklasangiz bo'ladi. Emailingizga kod keladi. Emailingizga kod kelgandan keyin o'sha kodni kiritasiz va shundan so'ng sizda Postfach degan ochiladi. Postfach bu degani sizda pochtingizga o'sha kelgan hamma SMS'larni o'sha yerdan ko'rasiz. Yana Bund IDga qaytamiz.
Xo'p, terib bo'lganingizdan so'ng sizni emailingizga kod keldi. Emailingizdan kod kiritdingiz. Hammasi bo'lgandan so'ng sizni avtomatik ravishda shu sahifaga yo'naltiradi. Xo'p, avtomatik ravishda yo'naltirilgan sahifada siz o'zingizni birinchi qadamda o'zingizni shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritasiz. Xo'p, birinchi navbatda o'zingizni shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritasiz. Masalan, janob kimdir, masalan, Yo'ldosh, kimdir, Bobur. Tug'ilgandagi ismi Bobur bo'lgan. Qachon tug'ilgan, masalan, 5-aprelda tug'ilgan bo'lsa, masalan, 1985-yilda. Qayerda tug'ilgan? Toshkentda tug'ilgandir. Tug'ilgan davlati O'zbekiston tanlaymiz. Millati o'zbek. Saqladik va davom ettiramiz. Xo'p, endi mamlakat qayer, adresingiz, masalan, O'zbekiston. Adresingiz O'zbekiston. Ko'cha qanaqadir? Ko'cha 5-dir. Saqlaymiz va faytini bosamiz. Endi oldin ham sizda bo'lganmi? Yo'q, bo'lmagan. Davom etamiz. Qaysi davlatda siz o'sha bakalavrni tugatgansiz? O'zbekistonda. Qanaqa yo'nalishda? Bakalavr. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, endi nomi. Hozir Toshkent meditsina universiteti bo'lganmi, meditsina instituti bo'lganmi? Biz davrimizda Toshkent davlat stomatologiya instituti edi. Xohlasangiz inglizcha yozing, xohlasangiz nemischa yozing. Agar siz boshqa yo'nalishda o'qigan bo'lsangiz, masalan,
akademiyada Toshkent Medikal akademiyada o'qigan bo'lsangiz, siz human meditsinaga yozasiz. Agar siz stomatologiya yoki boshqa sohani bitirgan bo'lsangiz, yo'nalishingizni yozasiz. Agar umuman tibbiyotdan tashqari soha bo'lsa, bir Germaniyadagi qaysi soatga to'g'ri kelishini bilib olganingiz ma'qulroq. Bu joylari unaqa muhim emas. Ortiq qayerda? Toshkentda. Xo'p, men просто tavakkal kirityapman hammasini. O'zingiz kerak bo'lgan joylar siz to'g'rilab kiritishingiz lozim. Qachon boshlangan? Masalan, 05.09.2014-yilda boshlagan. Qachon tugatganmiz? Iyulda oxirlarida adashmasam. 2009-yil. Xo'p. Qachon bitirgansiz? O'qish qachon tugagan va siz qachon bitirgansiz? Nomeri so'ralmoqda bu yoqda. Diplomingizni nomeri so'ralmoqda. Nomerni kiritasiz. Qaysi o'qigansiz? To'liqmi yoki full site? To'liq o'qish to'liq kun davomida bo'lganmi yoki kunning qaysidir qismida bo'lganmi yoki malaka oshirish sifatida bo'lganmi? Albatta full site. Necha yil davom etgan? 5 yil. Xo'p. Siz diplom ishi qilganmisiz? Yo'q, bizda meditsina sohasida hech qanaqa diplom ish qilinmagan. Siz o'sha Germaniyada ishlash uchun bu Zeugnisbewertungni blau karta uchun qilyapsizmi? Ya'ni o'sha Yevropa hududida blau karta degan yo'nalish bor. Ya'ni siz mutaxassissiz, malakali mutaxassissiz va Germaniyaga xohlaganingizga kirib chiqib operatsiyalar va boshqa narsalar qilishingiz mumkin degan. Xo'p, yo'q, biz blau karta uchun emas, mayli bosasiz bu yoqda va saqlaymiz va davom etamiz degan joyini bosasiz. Yana qanaqadir anavni tugatganmisiz? Qanaqadir o'sha bakalavr darajasini tugatganmisiz? Yo'q. Davom etamiz. Ularda o'sha siz bakalavrga kirishingiz uchun imkon beradigan hujjatni kiriting. Xo'p. Siz qaysi maktabni tugatganingizni kiritasiz.
Qaysi davlatda? O'zbekiston. Qachon tugatgansiz? Masalan, iyulda tugatgan bo'lsak, 14-yil tugatganman. Hop, saqladik va davom etamiz. Endi birinchi navbatda qilinadigan narsa o'sha yuklash kerak bo'ladi. Birinchi yuklaydigan hujjatingiz Ausweis dokument, ya'ni sizni pasportingiz. Iloji bo'lsa bu yerga o'sha qizil pasportingizni yuklaganingiz ma'qulroq. Hop, ikkinchi yuklaydigan narsangiz esa o'sha ismingizni o'zgartirilganligi to'g'risidagi hujjat yuklashingiz kerak. Biz to'g'ri kelgan hujjatni yuklayveramiz. Agar sizlarga ismini o'zgartirmaganman, shuning uchun shart emas. Xo'p. Diplomingizni yuklashingiz kerak bu yerda. Yukladik. Endi uni tarjimasini yuklashingiz kerak bu yerga. Yuklandi. Xo'p, endi diplomga ilovani yuklashingiz kerak. Okay. Keyin bu yerga esa o'sha diplomga ilovani tarjimasini yuklashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Bu yerga siz arxiv peshaynigini, ya'ni arxivniy spravkani yuklaysiz. Uni o'zingiz o'qigan universitetdan yoki institutda arxiv bo'limidan olsangiz bo'ladi. Bu yerda sizda qanday o'qiganingiz, necha yil o'qiganingiz va shu kabi ma'lumotlar bo'ladi. Hop, bu ham bizga uncha kerak emas. Saqladik va davom etamiz. Hop. Xo'p, siz mana qaysi hujjatda anerkenu, ya'ni siz anerkenu desak sal noto'g'riroq bo'ladi. O'sha tasdiqlatmoqchisiz o'sha bakalavr diplomini. Mana to'lov chiqib turibdi, 208 euro. Tushundik va davom etamiz. Xo'p, bularga hammasini tushundim. Endi hammasini tekshirib chiqasiz va qanaqadir kerak bo'ladigan bo'lsa to'g'rilab olishingiz mumkin. Xo'p, endi nima qilishingiz kerak shu joyiga? Oxirigacha ko'pchilik videolarda o'sha qanday to'lov qilish ko'rsatilmagan. O'sha PayPal yoki kredit karta bilan to'lashni bosasiz va kredit kartangizni kiritasiz va shu zahoti o'sha kredit karta degani o'zimiz oddiy Visa yoki Mastercard kiritsangiz bo'ldi. O'sha Mastercard yoki Visani kiritganingizdan so'ng uni avtomatik u yerdan pul yechib olishadi va 2 kunda sizga
keladi. Email keladi. O'sha emailga qarab, xo'p, bu yerga kartangizni kredit karta deb yozib qo'ygan. Kredit karta nima ekan deb ko'pchilik o'ylashi mumkin O'zbekistondagilar. Bu yerga siz o'zingizni Visa yoki Mastercardingizni kiritasiz, bo'ldi. Ular avtomatik ravishda o'sha pulni yechib olishadi. 208 euroni o'sha so'mga o'girib, qanchadir bo'lsa, bu yerda har qanday o'sha Любой bankda Visa yoki Mastercard bo'lsa bo'ldi. Xo'p. Xo'p, shu joyda shu narsani aytib o'tishimiz kerakki, o'sha siz pulni kiritgandan so'ng, pulni yechib olgandan so'ng 2 kundan so'ng sizga o'sha tasdiqlash hujjati keladi va siz taxminan o'sha agar siz shartnoma bilan kiritgan bo'lsangiz, 2 haftaning ichida shartnomasiz kiritgan bo'lsangiz, o'rtacha 3 oyning ichida o'sha sizga emailda o'sha hujjat yuboriladi, tasdiqlangan va o'sha hujjatni bemalol o'sha hujjatni chiqarib olasiz va elchixonaga ham borishingiz mumkin va keyinchalik ham bu hujjat sizga kerak bo'ladi. Hammaga rahmat. Agar yana savollar tug'ilsa, kommentariyaga yozishingiz mumkin. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ying. Foydali narsalarni yuklab boramiz. Rahmat. Yana bitta narsa, men shartnomasiz qilganman. Shuning uchun shartnomasiz holatda yuklayapman. Shartnoma bo'ladigan bo'lsa, misol meni u borada tajribam yo'q. Shartnoma bo'lsa qanday yuklash kerak va shartnomani iloji bo'lsa o'sha videoni o'sha hujjatlaringiz oxirida qo'shimcha degan joyiga yoki o'sha alohida emaildan jo'natsangiz bo'ladi. Bu meni fikrim, yana ham aniqlashtirish lozim. Xo'p. WhatsAppga hujjatlaringizni jo'natdingiz. 2 haftada tayyor bo'ladi. Demak, sizning shartnomangiz bormi? Demak, WhatsAppingiz 2 haftaning ichida tayyor bo'ladi. 2 haftaning ichida siz WhatsAppdan hujjat qabul qilib oldingiz va hujjatlaringiz hammasi to'liq bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi hamma hujjatlarda Auslands portal degan portal bor. O'sha Auslands portalga kirib hamma hujjatlarni yuklaymiz va u yerda ariza to'ldiramiz. Yana birovlar Videx deb ataydi uni va boshqa deb atashlari mumkin. Yangi sistema deb ko'pchilik atashyapti. Shu joyga ekranni chap tomon tepasiga ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shu joyga iloji bo'lsa meni bu boradagi videom bor. Ya'ni Auslands portal degan video, unga kirib qanday ariza to'ldirish, undan tashqari hujjatlarni qanday yuklash, hammasi o'sha videoda keltirilgan. Siz arizani to'ldirdingiz, hujjatlarni yukladingiz, endi siz kutishingiz lozim bo'ladi. Ma'lum bir vaqt. Endi men hujjat topshirgan vaqtimda unchalik ko'p emas edi. O'rtacha 1 oy, 2 hafta orasida kutilardi. Hozir esa bu birozgina cho'zilgan. O'sha joyda e'tibor berish kerak. Agar siz tezda borishingiz kerak bo'lsa, iloji bo'lsa ish beruvchidan iltimos qiling, Forab.Systemon qilib berishini. Forab.Systemonga siz iloji bo'lsa borganimdan keyin oyligimni olib qolasiz yoki shu pulni men to'lashga roziman degan shu narsani qilib berishligini iltimos qiling. Siz hamma hujjatlarni yuklaysiz, iloji bo'lsa Forab.Systemon bilan va shunday eshitganmanki, 1 kun 2 kunda ham termin olib, 1 oyda ichida viza olib kelganlarni ham eshitganman bemalol. Hujjatlarni hammasini yukladik. Endi sizning hujjatlaringiz ko'rib chiqiladi. Ko'rib chiqilgandan so'ng sizda ssilka paydo bo'ladi. Ssilkada o'sha termin olishingiz mumkin degan ssilka paydo bo'lgandan so'ng o'sha ssilka orqali o'tasiz va termin olasiz.
termin birdan paydo bo'lmasligi mumkin. Termin birdan paydo bo'lmasligi mumkin. O'sha ko'rib turasiz. Iloji bo'lsa ertalablari tekshirganingiz ma'qul. Ertalab ayni 4-5larda, chunki Germaniyada kechqurun soat 12 da yangilanadi sayt. O'sha payti termin sonlari paydo bo'ladi. Va Germaniyada kechqurun 12 bo'lgan payti O'zbekistonda soat ertalabki 4-5 bo'ladi. O'sha paytlarda tekshirganingiz ma'qulroq. Xo'p, termin oldik. Endi nimalarni tayyorlash kerak? O'sha joyda ham ko'rsatib qo'yadi va bundan tashqari ham aytib o'tishim lozimki, siz terminga borishingiz kerak. Iloji bo'lsa hamma hujjatlaringizni originalini olasiz. Diplomingiz tarjimasi bilan, ordinatura, magistratura diplomlari tarjimasi bilan, barcha-barchasi, SAPingiz, qanaqa hujjatlaringiz bo'lsa, originali bo'lsa originalini, originali bo'lmasa o'sha Fairtracklar, boshqalar sizga undan kelgan, PDF orqali kelgan, o'shani siz rangli qilib chiqarib olgansiz. O'shalarni hammasini olishingiz kerak bo'ladi. Erkleyen zum Beschäftigung Verhältnis, shartnoma, SAP, til sertifikati, barcha diplomlaringiz va pasport. Undan tashqari, pasportdan tashqari yana rasm. 3,5 ga 4,5 rasm oq fonda, hech qanaqa bezaklarsiz va hech qanaqa o'zgartirishlarsiz biometrik pasport 6 ta kamida tushib olish kerak bo'ladi. Keyin yana bitta maslahatim, hamma hujjatlaringizni o'sha kopiya qilayotgan vaqtingizda 2 ta yo 3 tadan kopiya qilib olib oling. Baribir har ehtimolga qarshi kerak bo'lmasligi mumkin, lekin qilib olganingiz ma'qulroq. Endi hujjatlaringiz hammasi tayyor. Termin sanasiga boryapsiz. Termin sanasiga iloji bo'lsa ertaroq boring. Soat 8 da terminingiz bo'lsa, iloji bo'lsa 7:30larga o'sha elchixonaning oldiga boringda. 8:30da masalan kiradigan bo'lsangiz, 8 da ish vaqti boshlansa, borishingiz bilan xabar berib qo'ying. Knopka bor. Knopkani bosib, shu men ism familiyangizni aytasiz va nechida terminingiz borligini va kelish aytasiz. Yana bitta narsa yodimdan ko'tarilay debdi. Iloji bo'lsa sug'urta qildirib oling. Keyin o'sha sug'urtani ham Auslands portalga yuklaganingiz ma'qulroq. Chunki sug'urta qilib oladigan bo'lsangiz, bu o'sha elchixonada sizni pasportlaringiz qolinishiga olib keladi. Ya'ni siz hamma hujjatlaringizni elchixona olib qoladi, pasportingizni ham va sizga viza berish tezlashadi. Sug'urtani qayerdan qildiraman degan savolga esa sug'urtani xohlagan sug'urta agentligidan, Uzbek Invest, Gross Insurance yoki qanaqadir insuranslar bo'lsa, xohlaganingizda sayohat sug'urtasi siz terminga kirgan sanadan boshlab 3 oygacha qilib olganingiz ma'qulroq. Endi elchixonaga kiryapsiz. Elchixonaga kirdingiz, savol-javob bo'ladi u yerda. Hujjatlarni hammasini taqdim etasiz. Hujjatlarni taqdim etgandan so'ng savol-javobda qatnashasiz. Savol-javobda nima savollar bo'ladi? Ish beruvching bilan doimiy aloqadamisan? Keyin ish beruvchining ism familiyasi qanaqa? Qachondan ish boshlaysan? Vizang kechroq chiqsa nima bo'ladi? Keyin u yerda yashash joying bormi? Yana qanaqa savollar bo'ladi? U yerda yashash joying bormi? Keyin xarajatlarni qanday qoplamoqchisan? Qachondan ish boshlashni o'zing niyat qilyapsan degan kabi savollar bo'ladi. Siz o'sha paytda javob berishingiz kerakki, ish boshlash sanasi juda ham muhim bu yerda. Ish boshlash sanasi shu keltirilgan, lekin ish beruvchim tomonidan ham aytilgan va men ham iltimos qilganman, shartnomaga yozilgan, sal kechroq boshlasan ham hech narsa qilmaydi. Ish boshlab ketaveraman, отказ qilmaydi ish beruvchim deb. Keyin savolga esa qancha gaplashib turibsanmi ish beruvching bilan deganiga har hafta va 2 haftada bir gaplashib turamiz, men ma'lumot berib turaman degan javobni bering. Keyin yana savol berish mumkin, qaysi tilda gaplashasan ish beruvching bilan deb. Siz albatta nemis tilida deb aytasiz. Keyin
Hop, yana savollardan esimga kelganlari shu bo'ldi. Hozircha yana agar sizga boshqacha savol berilsa, iltimos kommentariyada yozib keting, qolganlarga ham manfaatli bo'lsin. Suhbat tugadi, hujjatlaringiz barchasi sinib qoldi va sizda kutish sanasi boshlanadi. Endi siz kutasiz va qachondir saytni kuzatib turasiz. Saytni kuzatib turasiz va u yerda paydo bo'ladiki, pasportingizni olib ketishingiz mumkin. Shu kunlari shundan shungacha degan ssilka paydo bo'ladi. Yoki sizga email jo'natishadi, telefon qilishadi, shu kunlari olib ketishingiz mumkin deb va siz borasiz, pasportingizni olasiz va tabriklayman sizni Faxrikраф viza bilan. Faqat bitta joyi, xursand bo'lib birdan chiqib ketmang. O'sha joyda pasportingizni oldingizmi, ichkarida tekshiring. Qachondan boshlaysiz borishni? Hamma anovlar, ism familiyalaringiz, hamma narsangiz to'g'rimi? Qayerda xato ketmaganmi? Keyin yana bitta sizda viza rasmidan tashqari, o'sha pasportga urilgan vizadan tashqari yana bitta joyga yana uriladi va u yerda siz qayerda ishlashingiz, qachondan ish boshlasangiz va kim sifatida ish boshlasangiz hamma ma'lumotlar keltirilgan bo'ladi. Va qolganini viza olgandan keyin nima qilish kerakligini keyingi videoda aytib o'tamiz. Iltimos kanalga a'zo bo'lib qo'ying. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Shu joygacha ko'rgan insonlarga kattakon rahmat deyman. To'g'ri, bu ma'lumotlar zerikarli bo'lishi mumkin, lekin bu ma'lumotlarni o'rgangan bo'lsangiz, siz o'zingiz hech qanaqa konsalting firmalarsiz bemalol Germaniyaga kela olasiz. Yana bitta narsani aytib o'tishim lozim. Shu joyiga siz kelishingizdan oldin yashash joyingizni tayin qilib keyin keling. Chunki to'g'ridan to'g'ri keladigan bo'lsangiz, mehmonxonada turib ish izlashingiz kerak bo'ladi, katta rasxod va ovoragarchiliklar bo'lmasligi uchun oldindan aniq qiling. U haqidagi ma'lumotni keyingi videoda aytib o'tamiz. Hammaga rahmat. Ciao.